Assalamu aleyküm bütün dünyadaki Uygurlarım. Ma'lum bir devlette bir qanchilg'an Uygur şu devletninki türemesi sunlap bir dana Uygur tajavuzchi Xitoylarga evat etilgan. Chunki o qarindishimizning yanchiqidan Xitoy kimlik chiqib qolganligi uchun majburiy evat etilgan. Boshqa qarindoshlarning yanida yaxshi Xitoy pasporti bo'lmag'achqa ular hala shu turmada yetig'liq ekan. Ular tutuluştun burun, tutulmay, ularning arasından kaçıp çıkan bir tane Uygur qarindishimiz bunu bana yetkizdi. Hem bazı ularni tanıydigan, şu muhaciretdeki aksakallarımız, çoğunlarımız bularga şahitlik verdi. Bu qarindoshlar bir-biridan isil bo'lgan, yani vatanimiz, milletimiz için mühim menfaatlik bo'lgan Uygur yaşları ekanligini, yani Uygur erleri ekanligini qarindoshlarimiz anlattı. Şunun için bu qarindoshlarni o türmeden qutqizish için ma'lum bir iqtisodga ihtiyacı varken, hem advokatga ihtiyacı varken, qarindoshlarningki hech iqtisodi bo'lmaganligi uchun mecbur bana telefon qilish orqali mushunaga bir chaqiriq qilishni, ya'ni qarindoshlarni yordam qilish chaqiriq qilishni mendan o'tindi. Ammo men o qarindoshlarning talabini rad qilolmadim. Chunki o qarindoshlar Xitoyga ketib qolsa bir ömür puşayman qilsaqmi o'ynoq kelmaydigan ish bo'ladi. Chunki ularning ichidan birisi zodi Xitoyga evatilib, yanchiqidan Xitoy pasporti chiqqanligi uchun hozir Xitoyda o'ldimi, turmidimi aniq emas ekan. Suyumli qarindoshlarimiz, Peygamberimizning bir hadisi var. Kimiki bir musulmonni qutqizadi ekan, o bütün musulmonni qutqizgan bilan o'xshash deydi. Kimiki bir musulmonni o'tkazdi ekan, o bütün insoniyatni o'tgan bilan o'xshash deydi. Biz aşı türmürük qarindoshlarni qutqizib olganimiz bütün musulmonlarni qutqazgan bilan, bütün insonni qutqazgan bilan o'xshash bo'lamiz. Shuning uchun bütün dunyodagi Uyg'urlarimningki oz bo'lsa-mu, kuchining yetkincha yordam qilib, bu qarindoshlarga advokat tutib, Xitoyga evatilishdan oldini olib, bu qarindoshlarni u yerdan qutqizishga chaqiriq qilaman. Menga bu xabarni yetkazgan qarindoshlarmi ozcho'la o'zininki yordamini qilib, advokat tuturganligini, bu qarindoshlarni chiqarishga kuch chiqardiganligini dedi qarindoshlar. Men bu inshaalloh ko'p iqtisodiy yordam qilolmasam-mu, kuchimning yetkincha yordam qilaman. Chunki Alloh bizni taqtimiz yetgan ishdan so'roq qiladi, taqtimiz yetmagan ishdan so'roq qilmaydi. Shuning uchun puli jiq, puli az yordam qilsaqmi bo'ladi. Suyumli qarindoshlarimiz, vatanimizda tajovuzchi Xitoyning turmusida yashab boqqan, yetib boqqan, zulm va iskanca ko'rib boqqanlar turmaning qanday joy ekanligini obdan biladi. Belki chet eldagi turma Xitoy turmalariga o'xshamasa-mu, ammo turma yana turma. Menmi mushu xalqimizning yordam qilmagan bo'lsa, xalqimiz iqtisod to'plamagan bo'lsa, hurmatli Ahmad Tojikan buniga safarbarlik qilmagan bo'lsa, balki menmi bugun Xitoyga evatilib, Xitoyning turmasida yotgan yoki Xitoy tarafidan shehid qilingan bo'lardim. Chunki advokat tutib, meniki sınırdısh qarorimni to'xtatmagan bo'lsak, meni allburun Xitoyga evatib etgan bo'lardi. Allohga shukr, qarindoshlarimizning yordami bilan men yana salomat, aqlanib chiqib, Turkiyada kuchimning yetkinchi, ya'ni vatanimizning mustaqillik uchun, xalqimiz uchun Alloh xolisa, Alloh yo'lida bu davosimizni davom qilyapmiz. Buningga eng avval Allohning yordami ham saxovatchi, qo'likan qarindoshlarimizninki yordami bo'ldi. İnşallah ben bunu bir ömür unutup kalmayman. Ben bana yardım qilgan bütün qarindoshlarni ta bugungacha hammasini kallamda hem daftarimda tizimlab qo'yaylik. İnşallah ben bu qarindoshlarga Alloh xolisa qulan kengirgan vaqtida, kuchlangan vaqtimda chuqum necha hassalab yordam qilaman. Ularga yordam qilolmay qolsam, ömrüm yetmay qolsa yoki ularning umri yetmay qolsa, avlodlarimga miros qoldirib qo'yaman. Mana bu kishilar bizga hayot vaqtimizga yordam qilgan, sizlar ularga yordamni hassalab qaytaringlar yoki o'ziga yondiramasa, avlodlarga bo'lsam qaytaringlar deyman. Shuning bilan birlikda bugungacha menga mayli da'vo jihatdan bo'lsin, mayli shaxsiy jihatdan bo'lsin, yordam qilgan, zarrachilik bo'lsin yordam qilgan bütün qarindoshlarimga bu yerdan og'zaki bo'lsa-mu yordam rahmatimni bildiraman. Ammo inshaalloh buningdan keyin amaliy harakatim bilan bana her bir yordam qilgan qarindoshlarga hassalab yordam qilishga, yaxshiligiga yaxshilik qaytarishga tirishaman. Qarindoshlarim qilolmasam, bütün millatimizga, bütün xalqimizga kuchimning yetkincha Alloh yo'lida xizmatimni davom qilaman. Suyumli qarindoshlarimiz,
Biz vatanda iqtisodimiz bachaqda, pulimiz bachaqda vatanda nechirgan qarindoshlarni chet elga qochira olgan edik. Ya'ni tajovuzchi Xitoylar tutish buyruq chiqarilgan, tutilib ketish ehtimolligi bo'lgan, Xitoy shit qilish ehtimoli bo'lgan qarindoshlarni iqtisodimiz bo'lganligi uchun yordam qilib, to'g'ri yo'llar va qochoq yo'llar orqali kiraga biletga loyiq pul yo'q qarindoshlardan nechirgan qarindoshlarni qutqizib, ularning hayot kirishiga, ya'ni Xitoyning qo'lidan qutulishiga sabab bo'lgan edik. Ammo biz qilganimiz uchun xursand bo'ldik, qilmaganimiz uchun pushaymon qildik. Chunki yan nurg'unlagan iqtisodimiz tajovuzchi Xitoyning bulan talon qilishiga uchqadi. Menga o'xshash chet elda millionlagan Uyg'urlar bir kunning ichida necha million puli va boylar bir kundan qaqshanan bo'lib, ya'ni g'arbonga, ya'ni g'arbga, ya'ni hatto qarzdorga aylandi qarindoshlar. Hatto yo'qsizga aylandi. Nurg'un million puli va odam atsi qarsa yanchiqida puli yo'q. İcarəsiga, uyiga neniga loyiq pul topolmagan qarindoshlarimiz bo'ldi. Buni biz hammamiz yashadik. Shuning uchun iqtisodi va qarindoshlarningki, iqtisodi bor vaqtida uning qadr qimmatini bilishini, iqtisodini mana shunday muhim ishlarga sarf qilish uchun da'vat qilamiz. Oxirida payg'ambarimizningki bir hadisini sizlarga hadiya qilaman. Payg'ambarimiz dediki, kambag'al bo'lishdan burun, ya'ni iqtisodinglar bachaqda boylikning qadriga yetinglar. Kisel bo'lishdan burun sog'liqning qadriga yetinglar. Qirishdan burun yoshlikning qadriga yetinglar. Ölüp ketishdan burun hayotlikning qadriga yetinglar dedi qarindoshlar. Shuning uchun hayotlikning qadriga va yoshlikning qadriga va sog'liqning qadriga va boylikning qadriga yetib, iqtisodi va qarindoshlar oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, mush qarindoshlarning qutulishiga yordam qilaylik. Men bu qarindoshlarni qaysi davlat tutilganligini, sonining necha ekanligini ochiq qilib demadim. Chunki o qarindoshlarning menga talabi mush edi. Chunki ularningki yoki ismini, yoki sonini, yoki qaysi davlat ekanligini deb qo'ysak, tajovuzchi Xitoylarga bilib bilmay xabar bergan bo'lib qolamiz. Chunki bu to'rni musulmonlar anglaydi, mo'minlar anglaydi, yaxshilar anglaydi, yomonlar anglaydi, albatta munofiqlar har vaqt bizni takip etib turadi. Shuning uchun munofiqlarning quliqiga bu so'zimiz tushib, tajovuzchi Xitoylarga yetkazib, shu Xitoylar shu yashayotgan davlat texidimi besim qilib, shu qarindoshlarning Xitoy qaytarib ketishdan oldini olish uchun biz davlatning ismini, qarindoshlarning sonini ham shu qarindoshlarimizninki ismlarini ochiq qilib demadik. Mushu qarindoshlarga yordam qilishni xohlaydigan qarindoshlar men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Telefon nomerimni muhojiratlik asos chatdan hamma Uyg'urlar bo'ladi. Bilmaydigan Uyg'urlarga deb qo'yay. 0507 608 1150 WhatsApp orqali ulashsanglar bo'ladi. Yordamni man qilmaysiz qarindoshlar. Shu turmada yetayotgan Xitoyga evatilish ehtimolli bo'lib kelayotgan shu qarindoshlarga yordam qilsinlar. İnşallah shu qarindoshlar shu yerdan qutulib qolsa, yaxshiliklarga yaxshilikni hassalab qaytaradi. Sizlarga duo qiladi. Shu qarindoshlarimiz qutulib qolsa, Alloh sizlarga cheksiz ajr beradi. Chunki biz bir-birimizga ega chiqmasak, bizga hech kim ega chiqmaydi. Buni ko'ryapmiz qarindoshlar. Alloh Uyg'ur millatimizga yordamchi bo'lsin. Alloh vatanimizni bir kun bo'lsin burun qurishimizga yordamchi bo'lsin. Alloh bayramimizni saxiy qilsin. Alloh taolo bexillikdan saqlasin. En ahirət deyilğimiz qarindoshlar, dunyoning eng katta boylardan bo'lgan Qarun. Qarunga Alloh taolo shu qadar iqtisodni bergan. Ammo Qarun boy bo'lishdan oldida intayin taqvodor kishi ekan. Musa alayhissalomning yanındaki eng Musa alayhissalom sodiq kishi ekan. Hamda shu chaqda Musa alayhissalomga Tavrat nozil bo'lgan, Tavratni eng go'zal o'qiydigan kishi ekan. Ammo Qarun boy bo'lgandan keyin shaytonning keyini kirib Musa alayhissalomga qarshi chiqqan. Hatto dindan uzoqlashgan, qilayotgan ibodatlar kamlab ketgan. Hatto oxirida kufr bilan dunyodan ketgan qarindoshlar. Onunga boylik hech qanday es qatmagan. Boylik uni shunday ozdirib ketgan. Shuning uchun iqtisodimizga ezib ketmaydi qarindoshlar. Iqtisodimiz bilan yaxshi ishlarimizni qilib olaylik. O'tganda videosida degandik, pul topgan odam aqlli emas, pulni joyiga ishlatgan odam aqlli qildi qarindoshlar. Chunki rizq Allohdan, xohlagan kishini boy qiladi, xohlagan kishini kambag'al qiladi. Shuning uchun oxiratda Alloh har bir tiniqimizdan, har bir iqtisodimizdan hisob oladi. Shuning uchun qarindoshlar iqtisodimizni mana shunday muhim ishlarga, vatanimizning mustaqilligiga, xalqimizning zulmdan, turmadan qutulishiga ishlataylik. Bütün qarindoshlarning taqib qo'yishlarini umid qilaman. Assalomu alaykum.